Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan Umrzoq 1 million. Men bugun videoning ikkinchi qismini olyapman. Bugungi videoda yana 3 kun survival qilaman. Kim oydan kelganlar uchun men birinchi qismini kecha qo'yganman. Men sizlarga mingta like degandim, mayli, mingta kerak emas. Hech bo'lsa obunachilar bizda 100 ta qilib qo'ysak menga katta yordam. Yaqinda mening tug'ilgan kunim. Shunga 100 ta bo'lib qo'ysak hammangizga minnatdor bo'lardim. Xullas, bugungi videoni boshladim. Agar sizlar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Do'stlar, bilasizlarmi? Men oldingi qismda Galemni o'ldirgandim-ku. Shu paytda men yaqinda konni yonida turganimda bu yerda olmos bor ekan. Lekin men o'sha olmosni ko'rmasam, jim o'zim ishim, ya'ni buzg'unchilikni qilaverdim. Shu buzg'unchilikda deb men salgina ikkita olmosdan qo'rqyapman. Sen bu qayerdan bilding desa, men videoni qo'ymaslikdan oldin bitta yaxshilab ko'rgandim. Oldingi video ovozim sal pastroq chiqibdi. Bugun sal qattiqroq gapiraman. Bu videoda 3 kun yashaymiz. Xo'sh, kech bo'lyapti ekan. Xo'sh. Men oldingi asosiy maqsadim kon topish va konga tushish. Xo'sh. Yani shu yerdan bitta qishloq topib olsam zo'r ish bo'lardi. Bitta qishloq, yana temir. Hozir mening 4 ta temir bor ekan. Oldingi qishloqqa olmos olsammikan, olmasammikan. Xo'sh. Nima qilamiz? Yiqalib bo'ldi. Bitta zarba bilan mol qoqdim. Dream nomatim endi короче. Mislan oldin va'da beraman. Agar sizlar mana shu videoda kamida 16 ta like yig'ib bersangiz, men keyingi video 3-chi qism chiqaraman. Undan keyin bitta yaqin do'stim bor, uning YouTube kanali bor. Uni shu o'rtog'im bilan Minecraftda survival qilaman. Kelali qarang do'stlar. Sizlardan iltimos ozgina bitta like va bitta obuna. Mendan kontent har doimgidek aytganman. Xullas, hozir men hammasini qilib, okeandan kesib o'tib, shu paytda videoni yoqaman. Ungacha kutib turasizlar endi. Sizlar uchun 1 daqiqa, men uchun yarim soat. Do'stlar, ikkinchi kun boshlandi. Mana do'stlar, yetib keldik. Yer juda ham uzoqligidan men kamida bir 10 minut shu yerga suzib yetib keldim shu yerga. 10 minutda suzdim. Bitta yerni qidiraman deb. Menimcha menga bu yer arziydigan narsalar bor. Bo'lmasa, endi bor shu orolda qolamiz. Yana bitta saytni esma chiqdi. Biz yo'lda buzilgan portal topib oldim va kema. Kema ichida sandiq yo'q. Sandiqni bor yoki men topolmadim. Lekin juda ham ko'p kuchim ketdi. Voy legendarim. Ishonmasangiz mana oltin sabzi, mana oltin narsalar. Yana 17 ta temir. Menimcha shu toshli tog'larda temir ko'p bo'lishi kerak. Menimcha bu video rasam qisqa bo'lishi mumkin. Chunki men bugun 3 kun emas, 6 kun yashayman. Menimcha bu sizga ancha qiziq bo'ladi. Qiziq bo'lmasa, men bu 3 kun yashamoqchiman, lekin 3 kun ham kam deb tuyuldi. Shuning uchun yana 3 kun qo'shamiz, ya'ni keyingi qismni ham shu yerda o'raman. Shuning uchun bugun hozir ikkinchi kun. Ikkinchi kun bo'lsa, yana ozgina yashayman, bo'ldi. Shu yer temir yo'qmi? Hozir ko'mirmi yoki? Ko'mirni boshimga uraman men. Bir temir chiqib bersa, voy. Yana men tovoq bitta yerda, mana shu yerda aniq temir bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa bitta. Voy, o'raydi-ku. Voy bir. Do'stlar, men videosiga qiziqsiz ketmasligi uchun
temir topganimda o'zim videoni yoqaman. Temir topdim. Qaranglar do'stlar. Temir topdim va nihoyat men topaman dedim, lekin temir bitta topolmaysan de, lekin men topdim, lekin mana temir ko'ringlarmi? 6, 7 yana temir bitta chiqib bersa. Men endi videoni yoqmoqchi edim, temir bu yerda umuman yo'q ekan deb. Lekin bitta temir chiqib berdi, bir 9 ta temir chiqdi. 9 ta o'zimda nechta? Xo'sh, mana quymalarni ham qilib olaylik. Xo'sh, quymalarni ham. Xo'sh, temir yana bitta yetmay ekan. Aka opalar. Demak, mana bu temir bizga yo'q, qayiq kerak. Qayiq. Kunni o'tkazib boramiz. Yana 3-kun boshlandi. Yana shunday 3 kun chidab bersam, 3-kundan bizga bu yerda bo'ri. O'rmonning eng zo'ri. Bo'ri. O'rmonning eng zo'r bo'risi. Men xolos. Yana bir temir topganimda o'zim videoni yoqaman. Do'stlar, keyin men xolos umuman temir topolganim yo'q. Chunki hozir o'zim hammasini pishirdim. Ovqat hammasini pishirib, temirlar hammasini cho'tki qilib va tayoqcha yasaymiz. Hammasini temirdan qilamiz. Xolos. Bitta kirka, bitta bolta, bitta qilich. Bo'ldi. Hamma narsa temirdan bo'ldi. Toshlari tugadi. Xayr. Hammangizga xayr. Sizlar hammanglar menga ko'p xizmat qildinglar. Hozir esa temir daldi. Albatta ketdi uni menimcha ham bu yerda qishloq bo'lishi kerak, chunki bu yer juda ham ochiq joylar. Ochiq joyda ko'proq nima bo'ladi? Hamma biladigan qishloq. Xo'sh. Artifak, kolisi, artini ko'rganlar. Hozir bitta challenge o'ynaymiz. Arti yaxshi ko'rganlar like bosadi. Rekkerni yaxshi ko'rganlar komment yozadi. Ikkalasi ham unisi ham bunisi emas. Hacker yaxshi ko'rganlar obuna bo'ladi. Menimcha ko'proq komment yozsa kerak. Chunki rekker juda ham hamma yaxshi ko'radi. Rekker tanimaydigan Minecraft'chi, o'zim Minecraft'chi deb o'ylamasa hammaylar. Chunki rekker juda ham kuchli Minecraft'chi bo'lgan, hammaning videolari qiziqib ko'rgan. Masalan, o'zim ham rekkerdan ilhomlanib Minecraft'ga qo'shilganman. Rekker hammasi menga rekker o'rgatgan o'zi. Keyin arti chiqdi. Artidan keyin hackerni ko'rdim. Shunaqa qilib YouTube'larni ko'rib, axir o'zim ham YouTube kanal ochsam nima bo'lar ekan dedim. Keyin YouTube kanal ochdim ham. Hozir menda 95 ta podpischka egaman. Tezroq men maqsad 100 ta bo'lganimda edi. 100 ta bo'lganimda opcham bilan qo'shilib o'ynamoqchi edim. Kim ko'rgan bo'lsa ko'rgandir. Qishloq. Ketdik. Okay, let's go. O'z kun ham botish boshladi. Boshqa osamkan. Mayli, qishloq bor-ku, nima qilamiz? Qishloqda ovqat zaxirani yanada ko'proq qilishimiz mumkin. Albatta. Ovqat ham topildi. Sal och bo'lsam, ovqat yeyveraman. Nega aytaymi? Chunki men ovqat zaxiram ancha kattaroq. Lekin bizga galem kakkasini temirli ham olamiz. Kim oldingi qismda ko'rgan bo'lsa biladi. Oldin safar men galem ozgina qoldi o'zimga. 2, 3 mana 4. Galemjon. Bu men ketyapti. Bo'lmaydi. Galam o'ldirgandek yo'q. 4-kun boshlandi.
har doim aytaman, yana aytaman, hozir ham aytaman. Gaylan bildirdingmi xotirasiga undan tushgan gulni va ko'kka uniki emas, topib oldim yo'ldan. 50 tarimda turgan ekan. Gulmi gul bo'ldi. Xo'sh, yana nima bor bu qishloqda? Bu qishloqda arzirli hech nima yo'q. Voy, ikkinchi marta buzilgan portal topishim. Unda ketdik, men obsidianim yo'q, obsidiani yo'q. Hech bo'lmasa oltinni uxlatamiz. Men oldingi portalda oltinni olmabman. Oltin blok to'g'risi. O'lchchi. Tezroq borish kerak. Video nechinchi daqiqa? 10-daqiqa. Men sizlar uchun 10 daqiqa o'ynadim. Men bu yerda kamida yarim soatda men telefon ko'z o'zmasdan yuribman. Menimcha bu mehnatim sizlar like bosishingizga aniq arzisa kerak. Arzimasa lekin bilmadim endi. Ko'p odamlar. Xo'sh. Bu yerda nimalar bor? Temir. Voy bekor, temir bekor tashlab yuboribman. Oltin olma. Xo'sh, mayli, bu kerak emas, tura qolsin bechora bola. Xo'sh, mayli, bu ham kerakmikan? Xo'sh, bersak qo'yamiz. Temir parchalarini yig'amiz. Mana kiyib oldik, bo'ldi. Nima endi? Bitta ham kon topib olganim yo'q hali. Bitta ham kon. Yo'q, kon topdim. Kichkina lava. Bir baxya qolib o'lishga ko'rdinglarmi? O'lishdan oldin shunaqa qilish kerak. Hech kim yetolmaydi sizlarga. Men o'zim javob. Erkacha so'z nafik. Xo'sh, yana bir oltin blokni uxlatamiz. Nima bo'ldi? Bu hech kimga kerak emas. Mana bizga bersa, men oltin blok nima kerak? Bo'laveramiz, bir ikkita to'rtta qilib. Xo'sh, yerdan suvga sakrasam, like bosamiz. Sakramagan bo'lsam like bosaveringlar. Nima bo'ldi like bosish? Bitta knopka. Menda har doim aytdim. Chotki kontent. Xo'sh, qayoqqa borsam bo'ladi? Qishloq topdim, lekin bir arziydi foyda bo'lmadi. Menimcha qayoqqa boramiz yana? Nechta temirim men? Ancha temirim, 11 ta shunaqa. Xo'sh, hammasini ishlatdim. Kirka hammasini bir marta ishlatdim. Qilich bilan qo'lda qilich yurish kerak. Men hammasidan qo'rqar. Yana nimalar bo'lsa bo'ladi. Nima olamiz bu yerdan? Xo'sh. Kompotni uyida qiziq narsalar bo'ladi har doim. Yana nima deydi? Temirchini uyi. Temirchini uyida qanday ish olmas bo'lsa edi. Omatimda kimni qisib ketmagan bo'lsa, ichida bularsiz o'zimni qanday tasavvur qilishim mumkin. Temir asliha. Temir branya bo'ldi. Speedrun parkour, короче. Yana nima o? Mana bu kerak emas, bu ham kerak emas. Teri ikkita. Kompot uyida ancha narsalar, qiziq narsalar bor. Sen nima sotasan? Hech nima, qiziq arzirli hech nima yotmaydi. Xo'sh, yana qayerga boramiz? Okeanni keskim kelmayapti. Mayli, o'rmonlarda yuraylik. Xo'sh. Mana tepaga ko'ryapsizlarmi? Shu tepaga chiqqandan keyin videoni yoqaman. Bu o'rmonlarda men o'zimni Minecraftda emas, boshqachalar jannatda his qilyapman. Xo'sh, men qanday bitta. Agar shu videoda men juda ham qattiq omadim kelyapti. Buni yana omad bo'lsa qanday tasavvur qilish mumkin? Bu omadmi, nima bu, cheatmi? Temir. Nima deyotganim? Agar mana shu video normal bir 20 ta like yig'sa, men kelasi qismda aniq konga tushaman. Sizlar hozir bu videoni men nechta odam ko'radi? Bir ancha odam ko'radi, lekin hech qaysi pashta like bosmaydi. Nima like bosish shuncha qiyinmi? Jalkami? Nimasi qiyin like bosish? Bitta knopka.
Masalan, men hamma ko'rgan videolar, YouTube'da ko'rgan videolar hammasiga like bosib chiqaman. Ikkita knopkani bosaverib, men o'sha ikkita knopka bosishga chempionman. Like, obuna. Ikkita knopkani bosasan, bo'ldi. Yani shu odamlarda zo'r kontentlar chiqish boshlaydi. Shuni mazza ko'rasan. Omoxon, Artifak, Rekker lekin bilasizlarmi? Anchadan men YouTube'ga qaydetgani yo'q. Ko'rsatmayapti o'zini. Meni aniq omadim kelyapti. O'zi bu qanday tasavvur qiladi buni? Omad. Agar sizlar ham shunday omadingiz kelishini istasangiz, obuna bo'ling. Va sizlardan ham shunday omadingiz keladi. Qancha omad kelishi, siz ko'proq obuna bo'lganlaringiz. Obuna bo'lganlar ko'p kontent qiziqadi. Ko'ch hamma yer Umar qo'ygandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, men zo'rg'atdan mana shu yerga kelib, Galemni o'ldirish uchun nimaga o'ldirmaydi? Bu Galem xullas, bu yerdan chiqib videoni yoqaman. Do'stlar, men tasavvur qilasizlar, hozir buni ko'rsatsam, yana bitta qishloq topdim. Xullas, 5-kun boshlandi do'stlar. 5-kun. Yana bir kun chidasak, bu video tugaydi. Videoni chiqarishim hozir chotki montajlar buni. Zombilar bo'lmay ketyaptimi? Bo'ldim insonlarim. Qarang, men bu videoda 3 ta qishloq topdim. Qaranglar, yana avampost. Yana nechta? Bir 16 ta temir. Voy, bu qanaqa omad? Bunaqa omadni Dream ham zo'rg'a topsa kerak. Xullas, qishloqni o'marib, hammasini nonlarni chotki-mo'tki qilib videoni yoqaman. Do'stlar, mana menda shuncha non bor hozir. Va yana bitta Galem. Men kechirasan, shaxsiy adovatim yo'q, lekin menga tushunasan. Menga ham axir temir kerak. 16 ta temirim bo'lsa ham. Yo, jigar. Bu yoqqa yurmang, hozir siz meni bu yerga ushlab olasiz. O'zingiz majbur qildingiz. Yugur, Galemdan qochamiz-da. Yolg'iz qolgan taq urib bu o'zinikiga boramiz. 2 3 tur. Ha, Galem, ke. Kesang o'zingni o'limingga kelasan. Galemni ham asfalasofinga jo'natdik. Bo'ldimi? Hammasini. Yana aytaman, hozir Galemni qo'tarsa gul ekish kerak. Ikkita. Bo'ldi. Bu qishloqda ham sursak bo'ladi va bizda 20 ta temir. Qanday yaxshi. Temiring ko'p bo'lsa, xo'sh, men qayerga boramiz? Yana bir kunchida agar men 100 ta obunachi bo'lsam, men YouTube kanalim, ya'ni o'zim haqiqiy ismimni aytaman. Oho, bu yerda gulmazor bo'lyapti. Voy, xalqni bo'llari. Bu hamma ham gulib ketgan. Gullar nima? Gullar. Nima kerak bu gullarga? Tushunmayman hozir bu gullarga nima kerak? Voy, tushunmayman nima kerak bu gullarga. Hozir yana bitta qishloqda bo'lsam, cho'ta omad. Qayerda buncha omad bo'ladi? Yana bir kun. Sizlar uchun ancha oson ko'rinadi bu videoda. O'zinga shu 6 kun survival qiling. Shu paytda men bilan kommentariy yozasiz. Voy, lekin 6-kun, yana 3 kun bor yana. Voy. Kamida 9 kun o'ynayapman. Men buni hozir sizlar bilmayapsizlar-da. Sizlar uchun bir necha 19 daqiqa. Hozir men videoni tugataman, yana bitta bahna aytaman. Mening uchun hozircha yana 1 soat o'ynadim. 1 soatda toshbaqaning kichkina versiyasi. Chiroyli. Onasi orqamdan qo'llasada hozir.
Nega zo'r bo'lardi? To'g'risi yomonroq bo'lardi, lekin menga zo'r bo'lardi. Bu o'rmonlarda chalkashib, pulkashib qolaman. Chunki o'rmondan chiqib, uydan yoqaman. Do'stlar, men bu o'rmondan chiqib ketaman, uje kech bo'ldi. Xullas bugungi hozir uxlaymiz. Do'stlar, xullas men hozir videoni shu yerda to'xtataman. Sizlar hozir 20 minut ko'ryapsiz meni videoimni. Xullas hammangizga xayr. Kelasi video bu videosi 20 ta like yig'ilgandan keyin chiqadi. Ya'ni men tug'ilgan kunimga yana ozgina qoldi, bir 3 kun qoldi. Shuning uchun men 100 ta obunachi qilib qo'yishim kerak. Sizlar har doim aytganim, sizlardan like va obuna mendan esa kontent.